zanjirdagi Z. Bu harfning talaffuz qilinishi bundaq: Z. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Z'ning ayrim shakli. Misol: zirafa. Z'ning oyog'idan olingan shakli. Misol: o'z. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Zirafa Z harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Öz Z harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuvandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Az, az, zar, zar, zat, azat, zan, arzan,